Assalomu alaykum. Men Andijon viloyati Asaka tumanidan Yoqubjonova Ozodaxon bo'laman. Yoshim 43da. Bundan 1,5 yil burun meni oyoq qo'lim ishlamay, uyushib, o'zimga bo'ysunmay og'rib qolgandi. Doktorlarda yotdim, qilmaganim qolmadi. Har yotganimda 10 milliondan pul ketaverdi. Bitta qo'shnim tavsiya qiluvdi argonni. Shu argonni olib ichdim. Mana hozir ikkinchi etapini ichib tugatyapman. Allohga behisob shukr. Alloh rozi bo'lsin bulardan. Hozirda yaxshiman. Oldin xamiram qilolmay qoluvdim, kirlar yuvamasdan, hatto bosamay ham qolib bir joyda mixlanib qoluvdim. Endi Allohga shukr, xamir qilib non yopmayapman, kirlarim o'zim bemalol yuvalyapman. 4 ta bolam bor, ularga bemalol qaray olyapman. Allohga shukr, yaxshi bo'lib qoldim. Argonni ishlab chiqarganlarga ming rahmat. Ular rozi bo'lsin qilgan mehnatlariga, xizmatlariga. Alloh bularni sababchi qilib bizni dardimizga shifoni berdi. Shukr, mana hozir men argonni hammaga tavsiya qilyapman. Olib ichinglar, yaxshi ekan. Haqiqatda oldin mana shunaqa gapirsa, mana shunaqalar eshitsam yo ko'rsam, pul berib gapirtirishyapti-da deb o'ylardim. Yo'q, Alloh shifo bersa hech gap emas ekan. Men o'zim haqiqatdan ham o'zimdan gapiryapman. Men yaxshi bo'lib qoldim. Alloh shifosini berdi. Shu argonni ishlab chiqarganlarni sababchi qilib, argon yaxshi dori ekan. Mazlarini surkadim, argonni o'zi qoldirmay ichdim. Bularda qizlarda aytganini qilib, parhezlarini qilib aytganini qildim, yaxshi bo'lib qoldim. Allohga shukr. To'y qildim, yaxshi bo'lib qolib. O'g'limni uylab oldim. Sog' bo'lsin, buni o'ylab topganlar, ishlab chiqarayotganlar umri uzoq bo'lsin. Alloh hamisha o'zi qo'llasin. Martabalar bundan ham ulug' bo'lsin hammasini. Biz bilan gaplashayotgan doktor qizlarni ham sog' bo'lsin. Bolalarini orzu havasini ko'rsin. Martabalari bundan ham ulug' bo'lib, ishlarini vojini bersin. Alloh hammadan rozi bo'lsin.